Hayotda achchiq haqiqatlar borda, bilasiz. Negadir doim ko'nglimiz og'ritgan insondan emas, aksincha ko'nglimizga qaraydigan insonlardan alamimizni olamizda. Biz sevgan insonlarga ozor beramiz, lekin sevmagan insonlarga poyandoz bo'lamiz. Nega? Yaxshi ko'rgan yaqinlarimizga, kasal birodarlarimizga vaqtimiz yo'q, lekin 7 yot begona insonlar bilan oshga har doim vaqt topamiz. Oilasi nochorroq singlimizga har xil bahonalar bilan yordam bermaslikka harakat qilamiz, lekin xalqning ko'ziga qozon-qozon oshlar qilib ziyofat beramiz. Ota-onamizni haftada bir bora ko'rib kelishga fursat yo'q, lekin ammo ulfatlar bilan o'tirishga har doim vaqt topamiz. Nega?